1 so'm to'lovsiz mashina olish mumkinmi? Juda ham ko'p odamlar bizdan so'rashadi. U mashina olish bizga bog'liq emas, keladigan klientga bog'liq. Bizdan noldan mashina xarid qilmoqchi bo'lgan klientlarimizga tegishli. Hozirda noldan berishda to'xtab turibmiz. Mana shu berganimiz oxirgisi. Keling. Aka mashinalarni olamiz. Charchamadingizmi? Ishlaringiz bitdimi? Hujjatlarni hammasini olib oldingiz, ha? Xudoga shukr. Shu mashinani NBNdan mana shu xarid qilishingiz uchun qancha oldindan pul to'ladingiz? Men faqat hujjatlarga dokument qildim. Hujjatlar uchun pul to'ladim, bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa Yo'q. $1 ham pul to'laganingiz yo'qmi? Beshini to'laganim. Bizni ijtimoiy tarmoqdan kuzatasiz, ha? Albatta aka. Qayerda kuzatardingiz? Moskvada. Moskvadan. O'zbekistonga kelganingizga qancha bo'ldi? 2 kun bo'ldi aka. 2 kun bo'ldi. To'g'ri bizning oldimizga keldingiz, xudo xolasa. Ishingiz qanchada vaqtda bitdi, xudo xolasa? Uzog'i bilan 2 soat. Uzog'i bilan 2 soat. Uzog'i bilan 2 soat. Sizga boyagi gapimiz, 1 hafta garantiya beramiz mashinaga. Mashinamizni aybi bo'lsa, 1 haftagacha qaytarib olib berishingiz mumkin. 1 haftagacha faqat. Hamma joyini tekshirtirib, ko'rib olasiz. Agar biz aytgan joylaridan boshqa joyda aybi chiqsa, qaytarib olamiz 1 haftagacha. Ma'qul aka? Bo'ldi aka. Mashina xarid qiladigan klientlarimiz, u mashina berish tartibimiz sizni muomalangizga, sizni qanaqa pul topishingizga qarab biz mashina qilib beramiz. Bu akamizga mana shu mashinamiz ma'qul keldi. Xudo xolasa mana shu mashinamizni qilib berdik. Kimga chiroyli mashinalar kerak bo'lsa, bundan beriga 30-40-50% to'lab mashina xarid qilishlaring mumkin. Aka, olgan mashinalarni yaxshilik tilaganman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat aka, kasbingizga baraka bersin.